Ha, boja oching. Va, bu nima yonyapti? Buni ichida. Qani. Doda deyapti. Assalomu alaykum, Katolus kanali hurmatli tomoshabinlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumdon mahalla fuqarolar yig'inidamiz. 100 kvadratli yangi qurib bitkazilgan xonadonga bitta bas naq ikkita 150 kvadratga mo'ljallangan 15 kilovatlik o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotolimizni ustanovka qilyapmiz. Darvozaxonadan bari boshqa sistema bo'ldi. Bu tomoni boshqa sistema bo'ldi. Xo'p, darvozadan bu tomondagi sistemamizga mana o'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatlik ko'mirli kotolimizni ustanovka qilyapmiz. Xo'p, narigi tomonda sistemasini alohida qilib, uni kotolini bu tomonga, orqa tomonga ustanovka qilyapmiz mana. Bu ham xuddi shunaqa 150 kvadratga mo'ljallangan o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirlik kotolimiz. Xo'p, agar bu tomonga hamma yoqqa bitta sistema qilib, kotolini aqa yoki baqa qo'yganimizda ancha bateriya bo'lib ketadi. Shuning uchun xonadon egalariga to'g'ri tushuntirdik. Bateriya bo'lmasin deb, necha rasxod bo'ladi. Ikkita ko'mirli kotol olishdi. Bittasini bu tomonga, bittasini u tomonga ustanovka qilib berdik. Darvozadan bu tomoni 60 kvadrat, bu tomoni 40 kvadrat. Xonadonimizning isitish tizimi o'sha samotok sistema qilindi. Tom tepasidan sentralniy 40 lik turbada ketgan polni radiatorlarimizga mana 20 lik turbalarda tushyapti. Klon bilan o'sha kotolxonaga ketyapti. Sistema samotok sistema. Bu 60 kvadratli 3 ta xonamizga 6 ta har xil razmerdagi panelli radiatorlar ketdi. Bu yerda ikkita xona bor, 20 kvadratdan 40 kvadrat, ikkita bunga, ikkita nariyoqqa, 4 ta. Общий xonadonga 10 ta har xil razmerdagi panelli radiatorlar ustanovka bo'lyapti. Shu isitish tizimiga turba bormi? Xo'p, radiatorlar bormi? Nimaga kelsa hamma zapchasini o'zimiz olib kelib ustanovka qilyapmiz. Shunaqa dogovor bo'lgan. Hozir xudo xolasa kotollarimizni o'zi ustanovka qilib, suv to'ldirib, sistemaga polni qanaqa ishlab berdi, qanaqa isitib berdi, hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa videoda oxirigacha kuzatib turinglar. Sizlarning xonadonlaringiz ham shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, sizlarning xonadonlaringiz ham isitish tizimi o'rnatilmagan bo'lsa, qancha pul ketishini bilib olasizlar. Hozir videoda oxirida sistemamizni ishga tushirib, qancha kotolimiz narxi qancha, xizmat qancha bo'ldi, radiator, turbalar, общий xonadon sistemasi qanchaga tushganini sizlarga polni ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa ko'mirli kotollar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. Bizning kotol showroomimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida o'zimiz ishlab chiqargan rushnoy shunaqa bunkerlik, har xil rossiyskiy, turkiy ko'mirli kotollar bor. Santeng brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqarida bemalol 12 ta viloyatga kotollarimiz dastavka qilib beramiz. Darvozaning bu tomonda 40 kvadratli ikkita xonamizni isitish tizimi ishga tushdi. Sistemamizga suvni to'ldirdik. Xo'p, 4 dona o'tin tashladik. Kotolimiz 100% ishga tushdi, 60 dan o'tyapti. Mana juda ham chiroyli. Endi ortiqcha isib ketmasin deb 4 dona bunkeriga o'tin tashladik xolos. O'zimiz ishlab chiqargan 15 kilovatlik 150 kvadratli xonadonga mo'ljallangan 2 metr teploobmenlikka ega. Eshiklari ham madinnoy, suv kirib, suv chiqib ketadi. Kotolimiz o'ziga 50 litr atrofida suv oladi. Verxniy gareniya tepadan yonuvchi kotolimiz, ventilyator 85 vatli, bitta tenga ham xudi bor. Agar ten ulayman deganlarga juda ham ekonomishni, tozalashga hamma qulayliklari bor. Ko'mirli kotolimiz 2 metr teploobmen tozalaganlarida pastdan kulini olishga, o'sha shlak-plak tushgan nagirni olishga pastda xodi bor portchkasi. Kotolimizni stali 3 mm lik listdan qilingan. Eshiklari ham polniy vadimnoy, ligrovishniy, muammo keltirib chiqarmaydigan o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotolimiz. Sistemamiz aytib o'tib ketdik. Samotok sistema, kotol tomon past, uyda oxir tomon banantlar shunaqa uklonda olingan. Radiatorlarimizni polniy tekshirdik. Shu 60 dan nariga qo'lni bemalol kuydiryapti. Faqat o't yoqib suv bir me'yorda isiyaptimi, ismayaptimi tekshirdik xolos. Kotolimiz o'sha xonadonning orqa tomoniga o'rnatilgan. Mana kotolimizni ham xudo xolasa ishga tushirib oldik. Bir tomonda kotolimiz, nari tomondagisi. Xudo xolasa ishlash juda ham a'lo darajada. Bunga ham 4 dona bunkeriga qattiq o'tindan soldik. Nimagaki xonadon foydalanadi. Hozir agar bunga 20 kg, 30 kg bunkeriga ko'mir oladi. Agar ko'mir soladigan bo'lsak, 1 sutka, 1,5 sutka yonishi mumkin. Shuning uchun faqat
o'tin soldik xolos. Endi chiroyli bo'lib ishlarimizni tekshirdik, chiroyli isitib berdi. Xonadon ichkariga xullas bu tomonga kirmas ekanmiz. Bir tomonda kotelimiz, nari tomonda kotelimiz ko'rsatdim. Xudo xolasa ishimizni topshirdik. 6 ta radiatorimiz bir xilda isib berdi. Usta aka, endi qancha pul ketgan shuni ko'rib bering. Hadi Yorbek. Xudo xolasa Santing xizmatimiz kerak bo'lsa, ustalarimiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqarida sizlar aytgan kotelni 12 ta viloyatga chiroyli qilib dastavka qilib beramiz. 6 dona bu tomonga radiatorimiz, 15 kilovatlik kotelimiz, 4 dona radiatorimiz, yana bitta 15 kilovatlik kotelimiz. O'sha xonadonga 2 ta ko'mirli kotel 15 kilovatlik uстановка qilindi. Xonadonimizga o'sha qancha pul ketganini aytamiz o'dik. 10 ta radiator, ba'da 6 ta, ba'da 4 ta, 10 ta radiator turba Santing magazinimizdan qancha pul ketdi? 18 milyon 553 ming. 18 milyon 553 ming so'mlik radiator turba shu isitmaga ketadigan tovarlar. Endi xizmatlar qancha bo'ldi? Xizmat 5 milyon bo'ldi. Xizmat 5 milyon bo'ldi. Toshga qanchadan tushyapti hozir? 450 dan ular 400 ming o'tib berdik. Xullas 450 mingdan nima qilibdi? Realni 400 ming o'tib berilibdi. Nimagaki ikkita kotel olganlar uchun, jicha xonadon egalariga og'ir tushib ketmasligi uchun, o'sha nimadan 400 ming o'tib berilibdi. Kotel xullas 14 milyon so'm kotel bo'ldi. 7 milyon kotel, bu 15 kilovatlik kotelimiz. Ikkitasi 7 milyon bo'ldi. O'sha xonadonimiz qancha? 37 milyon 453. 37 milyon 453 ming so'mga tushibdi. Kim qanaqa savol, qanaqa fikr bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozaverasizlar, javob berishga harakat qilamiz. Ishlarimizni ko'rsatib o'tdik. Bu tomon ham samotok sistema bo'ldi. Bu tomon ham samotok sistema bo'ldi. Ikkita kotel o'rnatildi. Kotellarimizga xudo xolasa Santing brigadamizni ishiga ham hozir yoz oyida emas, qish oyiga xudo xolasa chiroyli qilib nimasi garantiyasini beramiz. Kim shunday ko'mirli kotellar Santing brigada kerak bo'lsa, Santing brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Biz asosiy yo'nalishimiz gazlashtirilmagan hududlar uchun ko'mirli kotellar ishlab chiqarish. Kotellar showroomimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Bu showroomdan o'zimiz ishlab chiqargan ruchnoy, bunkerlik, rossiyskiy, turetskiy har xil ko'mirli kotellarni topishlaring mumkin. Biz bu ishlarimizni Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Xumdon mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirib berdik. Videolarda kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videoga like bosib, ko'mirli kotellar bilan tanishlaysiz, shu videoni jo'natib qo'yamiz. O'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kotellarimiz dastavkasi 12 ta viloyatga bepul.